Madina, nima bo'luvdingiz shularni polniy batafsil aytib bersangiz ma'lumotlaringizni. Assalomu alaykum. Men Qirg'iziston Respublikasidan keldim. U yerda 2021-yil kista deb diagnoz qo'yilgan. Kistani olganda yashniklarni qo'shib olgan Jenskiy tarafdan. Qaysi tomoningizdan olgan? Chap tarafdan. Chap tarafdan olganda 6 oydan keyin bo'yimda bo'ldi. Undan keyin kesirva bo'lib tug'dim. Kesirvada menga infeksiya tushib qolib, infeksiyadan keyin spayka bo'lib ketdim. Isitmaladim, temperatura bo'ldi. Undan keyin tozalandimi? Tozalandi. 2 haftada tozalandi. Keyin bolam уже 3 ga kirdi. O'ng tarafimda yana kista bor deyildi. Kistada rak deb diagnoz qo'yildi. Rak degan keyin men videolardan, nimalardan ko'rib shu yerga keldim. Saodat Amanbayevnaga rahmat katta. Bitta operatsiyaning o'zida 3 ta amaliyotni bajarishdi. Kistami shunda sizni tuxumingizni saqlaganga harakat qildik. Chunki sizni основной problemangiz bo'yinda bo'lmayotgani, farzand ko'rmaganingiz. 3 yildan beri yana farzand ko'rmayotganim. Boshqa farzand ko'ra olmaysan degan diagnozlar qo'yildi menga. Hozir operatsiyadan keyin ham pozitiv operatsiya yaxshiman. Allohga shukr. O'zimga ancha kelib qoldim. Qo'li yengil ekan. Madina, siz operatsiyada tuxumingizni maksimalni saqlaganga harakat qildik. Faqat 2 ta kista bor ekan, ikkala kista olindi. Spaykalar bor ekan. Operatsiyadan keyingi kesarevani осложнениясidan keyingi spaykalar полный hammasi рассечение bo'lib, tozalanib chiqildi. Matkazni ichida sinexiya deb tushuntirib aytgan sizga. Shunaqa sinexiyalar ham tozalandi. Spiral qo'yib qo'ydik, чтобы keyinchalik yana u sinexiyalar paydo bo'lmasligi uchun. Endi xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsangiz, yana harakat qilib farzandli bo'lganga bo'lasiz degan katta umidlarimiz bor. Inshaalloh, rahmat katta. Operatsiyangizni xirurglar bilan birga qildik, chunki operatsiya kichkina o'ziga yarasha sложностьlari bo'ldi. Lekin laparoskopichеский bo'ldi operatsiyasi. Operatsiyadan keyin o'zingizni qanday his qilyapsiz? Operatsiyadan keyin yaxshi. Operatsiya bo'lgan kunimda уже 2 soat, 3 soat yotib o'zim turdim, bemalol harakat qilaverdim. Kechadan beri. Kecha o'zim 8 ga kelsam, 12 dan keyin o'zimga kelib normal harakat qilaverdim, turdim o'rnimdan. Hozir ham yaxshi yuribman. Bugun planlaringiz qanaqa? Bugun planim yana o'shga qaytib ketish. Yaxshi. Yana nazoratda bo'lib turamiz siz bilan gaplashib, aloqada. Sotrudniklarimiz yaxshi qarab. Ular zo'r, rahmat, hammasi yaxshi. Har nimada xabar olib turishdi, og'riq qoldiradigan ukollar qilishdi. Narkozlaringiz oldingi narkoz yeganlaringizdan bir boshqachasi bor ekanmi? Unda nima desa bo'ladi? Birinchi operatsiyamda общий narkozda o'zimga juda qiyin kelganman. 50 bo'lib qolib, sekin. Hozir даже o'zimga uyg'onishim ham oson bo'ldi-da. Narkozlarda uyg'onishim ham oson bo'ldi. Iplaringiz kosmический ko'rdingiz-a? Umuman shramlari yo'q, 3 ta tochka bor, kichkina. Hurmatli ayollar, sizlarda ham shunaqa problemalar bo'lsa, kista, mioma, sinexiya, farzand ko'rish problemalari bo'lsa, bemalol Global Medical Centerga kelishinglar mumkin. Men akusher-ginekolog Mirbobayeva Saodat Amanbayevna sizlarga yordam berib, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri lecheniya qilishga yordam beraman. Global Medical Center. Biz mehr bilan davolaymiz.